Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Buxoro viloyat Shofirkon tumanidagi 32-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Shodiyev Istam Yunusovichman. Mehnat faoliyatimga 40 yildan oshdi. Rahbarlik lavozimiga ro'pa-rosa 22 yil bo'ldi. Murojaatnoma bizni jasoratga chorlaydi. 2025-yil 26 dekabr kuni Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ko'p millatli O'zbekiston xalqiga hamda Oliy Majlisiga murojaatnoma qilib, 9 yil mobaynida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari to'g'risida gapirdilar. Shu davr mobaynida maktab ta'limida yangilanishlar ro'y berildi. Yangi maktablar, darsliklar yaratilganligi, har bir bola sifatli ta'lim olishi uchun sharoitlar yaratilganligini hammamiz quvondik. Prezidentimiz millatimiz kuchi, birlikda, kelajagimiz ishonchda deb barralla ta'kidladilar. O'z murojaatnomalarida jonajon vatanimiz bugun yangicha siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, ma'naviy munosabatlar asosida yashab, mehnat qilayotgan, mustaqil fikrlaydigan, ozod va erkin insonlar diyoriga aylanmoqda. Bir bo'lsak, yagona xalq, yagona millat bo'lib harakat qilsak, ko'zlagan ulkan maqsadlarimizga albatta yetamiz deb bizlarni yanada maqsad sari dadil olg'a qadam bosishimizga chorladilar. Prezidentimiz murojaatnomalari vatanimizning yangicha siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, ma'naviy munosabatlar asosida yashab, mehnat qilayotgan, mustaqil fikrlaydigan, ozod va erkin insonlar diyoriga aylanmoqda degan so'zlari amalga oshirilayotgan islohotlarning tub mohiyatini ko'rsatadi. Bu o'zgarishlarning nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki insonning ichki dunyosi, fikrlash tarzi va ma'naviyatiga ham bevosita bog'liq ekanligini aks ettiradi. Mustaqil fikrlaydigan, ozod va erkin insonlar tushunchasi shaxsning qadr-qimmati va jamiyatdagi o'rnini ulug'laydi. Murojaatnomani maktabimiz barcha o'qituvchilari tinglab, qalblarida vatanga, ishga bo'lgan mehr-muhabbatlari yanada jo'sh urdi. Yurtimizdagi har bir bola, har bir yosh bizning farzandlarimiz. Ularni giyohvandlik changaliga tashlab qo'yishga aslo yo'l qo'ymaymiz. Giyohvandlikning tag tomiri bilan butkul yo'qotish, yoshlarimizga kuchli ma'naviy ruhiy immunitetni shakllantirish bo'yicha barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar qilamiz deb ta'kidlaganliklari bizni yanada sergak qildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Dasturning 4-ustuvor yo'nalishida kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratishdan iborat bo'ldi deb ta'kidladilar Prezidentimiz. Yaqin 5 yilda mavjud kasblarning 30% to'liq avtomatlashtiriladi. 50% bo'yicha esa yangi malakalar talab qilinadi, deyiladi murojaatnomada. Maktabimizda barcha ishlarni murojaatnomadan ilhomlangan holda yangicha tashkil qilib, yoshlarni o'z ona yurtiga mehrli, vatanparvar insonlar qilib tarbiyalash, ularga zamonaviy bilimlarni berish, sifatli ta'limga e'tiborni qaratish, o'qituvchilar salohiyatini oshirish kabi o'ta muhim ishlarni amalga oshirish yo'l xaritasini tayyorladik.
Murojaatnoma bizlarni o'z kasbimizga yanada mas'uliyatli bilan yondashishni, jasorat ko'rsatib mehnat qilishimizga yo'l ochib berdi. Faxrlanib, g'ururlanib, ilhomlanib ishlashimizga yo'l ochib berdi. Maktabimizda milliy sertifikatni qo'lga kiritgan Qohirova Hurriyat, O'rinova Laziza, Abdullayev Ma'ruf, Ro'ziqulova Aziza faoliyatlari tahsinga loyiq. Xalqaro sertifikatga ega o'qituvchilarimiz Dan Hakimov Baxtiyor, Ibodova Zamira, Qurbonova Dilovar, Zaripova Salomat kabilar o'quvchilarga chuqur bilib berishda boshqalarga o'rnak bo'lib kelmoqdalar. Azizlar, men bugun butun yurtdoshlarimizni o'zining butun bilimi, kuchi va iqtidorini yoshlarni ta'lim tarbiyasiga sarflayotgan pedagog o'qituvchilarimizni o'lkamiz uzra kirib kelayotgan yangi 2026-yil bayrami bilan shaxsan o'z nomimdan, maktabimiz jamoasi nomidan chin yurakdan samimiy muborakbod etib, ularning qalblaridagi eng toza va pokiza niyatlarni Allohim amalga oshirishligini tilab qolaman. Azizlar, barcha pedagog o'qituvchilar, yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqatgina sizlarga Allohimdan baxt, saodat, o'z kasblaringizga bo'lgan mehr va oqibat abadul abad bo'lishligini Allohimdan istab qolaman. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin.